Agar siz ham yuzingizdagi ajinlardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, aslo bu kosmetikadan foydalanib ko'rmang. Kuz va sovuq havolar kelishi bilan yuzlarimizni tez quruqshashni boshlaydi va sovuqdan yuzlarimizni ko'p tarang qilib yurganimiz sababli ajinlar tushishiga sababchi bo'ladi. Sovuq tushishi bilan shu aytgan muammolarimga duchor bo'lganimdan keyin men shu Hot kosmetikani ishlashni boshladim. Birinchi bo'lib bizda mana shunaqa penka umvalka bor. Yuzimizni har bitta kosmetikadan so'ng yoki shu ko'chadan kelganimizdan keyin обязательно uxlashdan oldin yuzimizni tozalab chiska qilib olishimiz shart. Yuzimizni umvashkada yuvgandan so'ng обязательно tonik tartib tashlashimiz kerak. Va menga yoqqan eng ko'p va eng foydali joyi mana shu kremda bo'ldi. Mana shu kislorodный ночной krem meni просто favoritim bo'lib qoldi. Bir oydan beri bu kremni ishlatayotgan bo'lsam, men bu kremdan 10 dan 10 bera olaman, smelo. Va bu kremdan keyin обязательно ko'zimizdan tagiga mana shunaqa La Glace krem ham surib olamiz. Aytib o'tganimdek, men bu yo'lga mayda ajinlar tushadi. Bu krem bo'lsa bir oy ichida menga juda yaxshi rezultat ko'rsatdi. Har kuni ertalab kechqurun Glace krem suraman. Именно mana shu ajinlarim yumshatib, bir xilda slow qilib qo'yishga yordam beryapti. 10 dan 10 o'rtoqli. Kechki kremi bilan va kuzgi kremi menga juda ham yoqdi. Afsuski ertalabki krem menga nimagadir ham yuzimga to'g'ri kelmadi. Lekin bu kremni opam ishlatyaptilar. Ularning yuzlariga prям super puper tushdi sababi ularning yuzlari juda ham quruq va раздражениеga juda ham moyilligi katta. Men har doim o'zimda praktika qilib, keyin bo'lsa sizlar bilan bo'lishaman. Va ketidan SPF surib, уже tonalka surishni boshlaymiz. Lekin shu joyda meni tonalkam idealni yotishi uchun men mana shu spreydan foydalanaman, девочки. Bu sprey tonalkani surishdan oldin sepiladi, чтобы yuzingiz yana ham chuqurroq namlantirib berishi uchun, и tonalkani prям idealni yotkizib berish uchun. Bunga men prям 100 dan 10 qo'yaman. Keyin bo'lsa mana shunaqa men tonalka ishlataman. Juda ham stoyki, 3-4 soatda bemalol turib beradigan. Buni har kunlikka sursangiz ham bo'ladi, lekin maslahatim buni ko'pincha to'ycha yoki qanaqadir meropриятиялар bo'lganda sursangiz yaxshi. Men bu tonalkaga 10 dan 10 beraman. Va tezda meni o'sha ko'nglimdan joyiga yana bitta narsa bor. Mana shu pudra o'rtoqlar. Bu pudraga men вообще 100 dan 100 beraman. Bu pudra ko'pincha rassipchатый pudraga ham o'xshaydi. Bemalol rassipchатый pudra qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Va bonusiga xosligi sochlarim haqida ham uxotni aytib bermoqchiman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Soch haqida uxotni profilimda ikkinchi qismida ko'rsangiz bo'ladi.